Ana bir ruhunu barbuda olarak Azerbaycan'da olarak gidiyor. Geçen kadar görüştük. Ha, gidiyor. Hani yıkılgan şöyle ne koydun? Öyle niye şey olsun? Orada geçiyor. Palalarda remontta bulmaca çıkarmıyorlar. Sen yine burada. Biz doğumla gelmeye de dön. Kesin Suriye. Oldu da. Ben Suriye hocam. O da böyle savcılar. Bu olarak Hareket tırtlamasını girer. Korkunç göster. Yeah, well, said the Böyle yapacağım. Öyle yolmasam olsun. Elim tarafı yok. Savcıya kesin şuraş koydu olur. İşte olması iki yaşlı onlara gelişiyor. Sıra birinci sen çıkıyorsun. Birinci dersler çözdüm burada. Ama diğer kazananlar neydi görüşler? Orada da bayağı geçer. Ortamana kimdeki bu da böyle. Ortamana ben firma bilgisi. Sözde koşuldu. Ortamana da sikende oldu. Hayır ortamana. Verirsen farklı koyar. Çünkü ama onları kattık. Yani Ali yani yani bir tek opsiyonlar boşluk. Yarınız başlıyoruz. Çevir ayırma sonra. İşte çevirme olarak istiyorsan her zaman. Ben olarak yani bu da olsun. Evet.
Versen bir masa içiyor. Hibrid bulan kampanya tarmoqlar. Hibrid. Musal bir yerga musal endi. Endi bu yerda manimcha boshqa nima bor? Masalan, shisha qo'yilishi. Ana yana mashinalar borda. Ha, bir ikki taraga yuradi, ikki taraga. Ham benzin. Bunda ishe to'layapti. Bir qo'latan. Qaysinisi? Ekkiriz ishlayapti-da. Singliz. Juda shisha ham. Ara. Kerakli joyda shisha qo'ygan, kerakli joyda. Ekkiriz ishlayapti. Rashidda shunday chiqdi. Ikkiriz. O'shaning mana Mashina shishasini qayerga qo'ygan? pastiga qo'ygan, men ham pastga qo'ygan. Sababi mana nimada? Shu kompozit bilan bilaman. Endi hibrid. Yo'q. Qo'l ishlayapti. Armatura hibrid bor. Bu ham Shunda lekin kompozitga 3 ta Endi muassasa qurib. Bu ilgari hech kim qilmaganmi? Sizlar boshqa endi alohida bir ish. savdolar degan, lekin birgalikda Bu yangi. yangi. Mana shu o'yinni juda markaz bo'ladi. Iqtisodiy ko'rilyapti. Masalan, haligi bulg'alik kompozitlarni qo'llarimiz nisbatan arzon, mahalliy tomonlarga dunyoda shunday harakat qilyapti. To'xtirjon, Bo'lsa, nimani aytding? Ruschasini o'zgartirsa bo'ladi. ruschasi uni ruschasida konstitutsiya Stalino art kompozitni emas, Stalin kompozit nazar. Redaksiya. Ular taklif qilib beriladi. изучить emas, изучение bo'ladi. Man o'rincha tarjimasi tekstda Chiqish kerak. ko'rib chiqish kerak, polностью. To'g'ri emas. Ega kesimi yo'q. yaxshi. Bu kishiligi ham shunaqa bu. Bo'ldi. Uni kompyuterda qilyapti-da bu bizlar. Uni yaxshi mutaxassislar Bahodirjonga ham shunga o'xshagan bir yaxshi mutaxassislarga bir hafta ko'rib bersa, gapini eshitadi. Ega kesib. Umuman o'sha kelmay kerak. Kompozit shishami? Ha? Shisha ham kerak. Chunki Shisha tolali, masalan, bazalt. Bu shisha tolali. Bular ishlashgan. Armatura. Steklo ploščiai, steklas. siz ishga borguncha qo'ldan So'radida, Ukrainada, Belorussiyaga bordi. O'sha yerga ham bormadi. O'shancha bir ikki yil bo'lib qolmadimi? Ketardi ertalab. olib 5 kun yurgan. Yo'l 5 kun yurardi. Ertalab ketardi. Bilmadik qayerlarda yurdi. Yo, to'g'ri yurgan bo'lsa mayli. Hali informatsiya Farg'onada ham bor. Ertalab ketadi. Mazafigamiz ustoz bilan Bishkekga juda rektorlarning o'rtasiga tushib boradi. Birinchi bo'lganda. Ya, ikkinchisi deydi. Ikkinchisi o'sha juda ajoyib tushib. Bu safar ham zo'r tutib oldi yaxshi. Ondan göre tashkil qiladi. Rasam mehmon qildi. Yaxshi. Birinchisida biz ikkalamiz bo'lganmiz xolos. Ikkinchisida endi Junudashishda ustoz. Aylanamikan o'tib ketdilar. Misol mana yerda o'tib ketgan odamlar bo'lsa, uni hammasi to'rtburchakka olish kerak, olinmaydi. Avtoritet olinmaydi. Bo'linmaydi. Maktabga bo'lgani uchun Mana endi 4-5 yil o'tib ketibdi-da, o'qiganlar. Saydı.
Yok, anlaşılmıyor. Genelde Ekranı. Geçiyor. Onlar şurada yapıyor, orada kayıtsız kayıtsız. Ekranı. çıkılmaz kalıyor. Olsa sürekli. Recording in progress. Esma, dimostrazione. Informativo. Una tres decisioni. Informativo. Di fare un minimo mestiere. Informativo sulla donna. Informativo. Yo'q, hozir internet ishlamay. Keyingi slaydga o'tkazib ko'ring. Ha. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi. İşte. Geçermeyen mi oldu? Ben bu. Bir soracaklar. Ders üretseler geçmesiklerinden bu ortamı ileride duruyor. Geçimiz olarak Usuller diye hiç olsun. olsun. Yapacağız. Yavaş not olacak. Kalona varsa doğru. İki mevsura. Mevsura ki. Mevsura. Ne? Messura. Tamam. Messura olur. Mevsura. Ne yok. Ne yok? Ne yok? Mevsura. Ya mevsura. Ha. Revo. Mevsura. Yok mu? Rusçasını konu. Rusçasını çıkarsa. Спытываем колонны. Если я как колонна нас. Akşamlar
Vakki bergani birorta bo'lishi kerak. Evet, taksir. Zakariyaxon, to'g'rimi? Meher ekan joyingiz. Hozir. Keling, boshosh bilan tayyorlab berish kerak. Hop. Yaxshi. Kalonda bir yere kalon çıktı. Yok, keyginden soğustu. İngilizce yap kalon çıktı. Ben yerine kalon da biliyor musun? Yemin içerisinde şurada koymuş. Gördüm onu. Domla ya. Domla küstiydi bir ispis çıkanlar. Dostlar sizler en klasik koydular. Aslında yiyoruz ben nasıl reklam. Saya story Islam John, ada di order. Story Sen de okudun ha. Tadi Imam Ali. Siz reis o'rinbosarisiz. Sen şu parça değil mi? Gelin bana sen. O'sha stolda o'sha stol o'sha keyin rasmlar o'sha rasmlar ham ana televizorlar ham bana ham keyin Olmasa başvuru bu umut tuttu ya. Bu ilk daha bugün. Geleceğim değil mi? Orolda babası kerakli yo devon deydi. Sen doğru kaldı. Hem de onu ben size kaldı. Olmasa korkutluydu siz. Odam bor. Adam taylagamızda korktuk. Orası var. Mesela taylaş gerek de. Ben iltimos qilaman. Katta korkup seminarda boshqalardi da. Katta korkup kichkina raislar chaqiradi. Hazratlar deyaptimiz. Qanday ketdi? Akşam olacak mı? Geldim.
Amerika'da Amerika'da yok yani. Boris Boykan, Baxtiyor shu yerda. Baxtiyor ham aslida tushmaydi. Nasıl shu Bir kadresga o'tib bo'ldi Ahmad. Change bo'ldi. Ha. Shukrulloh keldi. Bakıyor joyda. To'rtta zoomda 15 kişi vurduk. 15 kişi vurduk. Burada şimdi. Shukrulloh keldi. Mana bir bor assalomu alaykum hurmatli bugungi ilmiy seminar a'zolari, do'm qatnashchilarimiz, bugungi ilmiy seminarni navbatdagi majlisni o'tkazishimiz kerak. Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi PhD 030104 2023-9002 raqamli ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengash qoshidagi 05-09-01 qurilish konstruksiyalari bino va inshootlar ixtisosligi bo'yicha ilmiy seminar tarkibi O'zbekiston Respublikasi OAK tomonidan 21 kishidan iborat etib tasdiqlangan. Bugungi majlisni qayd etish varaqasiga ko'ra ilmiy kengash a'zolaridan 16 kishi qatnashmoqda. Ilmiy seminar majlisini o'tkazish uchun yetarli darajada kvorum bor bo'lganligi sababli o'zini navbatdagi majlisini o'tkazish uchun vakolatli. Qanday takliflar bor? Rahmat. Boshqa takliflar yo'qmi? Agar shu taklifga
o'z munosabatimizni bildirib qo'yamiz. Marhamat. Rahmat, sog' bo'linglar. Qarshilar, betaraflar yo'q. PhD 0301042023-9002 raqamli ilmiy kengash qoshidagi 050901 qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar ixtisosligi ilmiy seminar bo'yicha majlisni ochiq deb e'lon qilaman. Bugun sraz reglament kelib olaylik. Ikkita talabgorni ko'rar ekanmiz. Agar sizlar qanday nimalar bor, takliflar? Ketma-ket olib borish taklif etiladi. Bunaqa obedga chiqib borib kelmasdan bir yo'la o'tkazsak, Unda aralash ketib qoladi-da. Bizasini tugatib keyin o'tishga. 10 minut tanaffus qilamiz orada. Ko'p desanglar, agar hamma rozi bo'lsa, domdagilar, agar takliflar eshitilyaptimi, ustozlar? Demak, taklif bitta bo'ldi. İçerisini ketma-ket o'tkazamiz, 10 minut tanaffus qilamiz. Boshqa takliflar yo'qmi? Bir yo'li kelishib olsak, talabgorlarga asosiy ma'ruza uchun vaqt 20 minutgacha bo'ladimi? Ma'ruzalarimiz 10 minutgacha. Sog' bo'linglar. Agar shu reglamentga kim rozi bo'lsa, tafsilotlar so'rayman. Rahmat. Endi kun tartibimizda quyidagi kun tartibini men sizlarga havola qilaman. Birinchi ko'radigan talabgorimiz Mo'minov Kamoliddin Komiljonovich tomonidan 0 kecha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan gibrid po'lat kompozit armaturali beton to'siqlarning mustahkamligi, deformatsiyalanuvchanligi va kompozit armaturaning betonga bog'lanishi mavzusidagi dissertatsiya ishini muhokamaladi. Dissertatsiya ishi Namangan davlat texnika universitetida bajarilgan. Ilmiy rahbar, texnika fanlari nomzodi dotsent Hojiyev Nodir Rahimjonovich. Taqrizchilar, texnika fanlari doktori D.C. dotsent Rahmonov Bahodirjon Qo'shaqovich. Bu hozir mana zalda bevosita ishtirok etmoqdalar va keyingisi PhD dotsent Martazayev Abdurasul Shukurullayevich. Bu ishim ham zaldan ishtirok etyaptilar. Kun tartibi bo'yicha qanday fikrlar bor? Bugungi eshitiladigan masalamizda birinchi masalamiz bo'yicha. Marhamat. Ma'qullansin. Shu taklifga qo'shilganlar tafsilot qo'shinglar, so'rayman. Bir ovozdan hamma e'tirozlar yo'q. Rahmat. Agar boshqa takliflar bo'lmasa, bugungi kun tartibidagi masala bo'yicha talabgor attestatsiya hujjatlari asosida tayyorlangan ma'lumotlar bilan seminar a'zolarini tanishtirish uchun so'z ilmiy kotib PhD Murtazayev Abdurasul Shukurullayevga bersak, marhamat. Assalomu alaykum. Ismlar raisi, a'zolari. Namangan davlat texnika universiteti bino va qurilishlarida doktorant Mo'minov Komiljonovich to'g'risida ilmiy yig'ilish bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlar to'g'risida sizdan darsga o'taman. Mo'minov Komiljonovich 1986 yil 27-iyul kuni Namangan viloyati Uchtepa tumanida vafot etgan. Mehnat faoliyati bo'yicha ko'rilgan bo'lsa, 2004-2008 yillarda Namangan muhandislik instituti talabasi, 2008-2010 yillarda Namangan muhandislik instituti magistranti, 2010-2012 yillarda Namangan viloyati Uchtepa tumani Obloxon Komiljon Faqriddin firmasida muhandis, 17-18 yillarda Namangan muhandislik qurilish instituti bino inshootlar qurish kafedrasi doktoranti, 2018-2020 yillarda Namangan muhandislik qurilish instituti bino qurish kafedrasi o'qituvchisi va hozirgacha bino qurish kafedrasi doktoranti faoliyat kirityapti. Mo'minov Komiljonovich mana shu xabar o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq quyidagi sonlardan malakali imtihon topshirganlar. Chet tilidan 86 gram, fanlardan ham 86 gram olganlar.
Dissertatsiya ishi mavzusi yillik po'lat kompleks armaturali beton to'siqlarning mustahkamligi, sezonuvchanligi va kompleks armaturali betonga bog'lanishi deb nomlangan. Bu dissertatsiya ishi o'sha bino inshootlar qurilish komissiyasi qoshidagi qurilish konstruktorlari va bino inshootlarning dolzarb muammolari deb nomlanuvchi ilmiy seminardan muhokamadan o'tkazilib o'tgan va ijobiy xulosa olingan. Dissertatsiya kirish ushbu xulosa foydalangan adabiyotlar ro'yxati va ilovalardan iborat. Dissertatsiyaning umumiy hajmi 114 betni tashkil etadi. Mening Komoliddin Komiljonovich oilali 2 nafar farzandi bor. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Izlanuvchini attestatsiya hujjatlari bo'yicha savollar bormi? So'mdagilar savollar bormi? Rahmat hammaga. Agar savollar yo'q bo'lsa, dissertatsiya ishini asosiy mazmunini bayon etish uchun so'z talabgorga beramiz. Marhamat, Kamoliddin Komiljonovich, so'z sizga. Reglament bilan boshda kelishib oldik. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli seminar a'zolari. Bugun mana yana ilmiy ishim, ilmiy mavzum. Jiddiy po'lat komponentlarning beton to'siq mustahkamligi, informatsiya va komponentlar betonga bog'lanishi mavzusida dissertatsiya mavzuga bog'liq. Shuning uchun sizlarga olgan shu mavzu haqida tushuntirish berib o'taman. Xo'p. Yolg'onda qurilish sohasida, ya'ni kamsizlikni ko'tarish qobiliyatini oshirish bo'yicha, ya'ni ularning masalasini texnik iqtisodiy hamda ekologik jihatdan samaradorligini, yechimlarini ishlab chiqarish hozirgi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Xususan, temir-beton konstruksiyalarga teng qo'llanib kelinayotgan po'lat armatura yuqori mustahkamlikka ega bo'lsa-da, ya'ni korroziyaga moyilligi, vazn og'irligi, tan narxining qimmatligi sababli ayrim hollarda qo'llanish ba'zi muammolarga keltirib chiqarmoqda. Bugungi ekologik iqtisodiy vaziyatdan bunday muammolarni bartaraf etish maqsadida, ya'ni zamonaviy kompozit armaturalar, demak, shisha kompozit armatura foydalanish so'nggi vaqtlarda alohida e'tibor qaratilmoqda. Po'lat armaturani zanglash, himoyalash an'anaviy usul bilan bir qancha murakkab xarajatlarni talab qilgan bois, rivojlangan davlatlar kompozit armaturaning keng joriy qilinishi, ya'ni ayniqsa AQSh, Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya, Kanada, Xitoy, Italiya kabi davlatlar tomonidan ilg'or innovatsiyalar yechimlari amaliyotga joriy qilinib kelmoqda. Shisha kompozit armaturalar po'lat armaturalarga nisbatan 4 marta yengil va elektr tok o'tkazmaydi, magnit maydon hosil bo'lmaydi, mutlaqo korroziyaga uchramaydi va xom ashyo zaxirasi ulkan hamda tan narxi qulay bo'lgan material sifatida ajralib turadi. Respublikamizda qurilish sohasini rivojlantirish, innovatsion texnologiyalar qo'llab-quvvatlangan holatda bino va inshootlar hamda konstruksiyalarning mustahkamligi, ishonchliligini ta'minlash, xom ashyo resurslarini iqtisodiy qilish, mahalliy materiallarni ishlab chiqish, qo'llash imkon beruvchi yangi qurilish materiallari va konstruksiyalarni tayyorlash va ishlab chiqarishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan 2022-2026 yil mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 2023-yil 11-sentябrdagi Prezident farmonining 158-sonli O'zbekiston 2030 strategiyasi to'g'risida farmoni hamda 2017-yil 7-apreldagi Prezident qarorining 163-sonli bino va inshootlarda raqobatbardoshligini oshirish hamda seysmik xavfini monitoring qilish xususiyatini o'rganish va qo'llash sohasini aniqlash, jumladan zamonaviy kompozit armaturalar asosida qurilish materiallarini, konstruksiyalarni sinovdan o'tkazish hamda ularni tegishli standartlarga olib kelish, ishlab chiqish, ularni amaliyotga joriy etish, me'yoriy hujjatlar takomillash ustuvor vazifa sifatida davom etmoqda, ishlab chiqilmoqda. Hop, muammoni o'rganiladigan darajada gibrid po'lat kompozit armatura beton to'siqlari hamda kompozit armatura beton bilan bog'lanish mustahkamligi ustida ko'plab olimlar, ya'ni izlanuvchilar nazariy va eksperimental tadqiqot olib borgan. Jumladan shu chet el olimlari Marshall Abdujabbar, Maria Aleyo, Almahi Arab, Marta Bena Mali va shu kabi olimlar o'zlarining salmoqli ilmiy natijalari bilan mazkur yo'nalishda kelajakda ilk poydevorni qo'ydilar. Shuningdek, yurtimizda o'zimizni bir qator ilmiy tadqiqot olib borayotgan olimlar Akramov, Asqarov, Ashrabov, Martazayev, Mavlonov, Qirzayev, Nizamov, Razoqov, Rizayev, Umarov, Usmanov, Hojiyev, Olmirzayev, Umarov kabi mahalliy olimlar shu sohani ilmiy asoslarni rivojlantirish va amaliyot bilan integratsiyadan muhim hissa qo'shmoqdalar.
Tadqiqot vazifalari gibrid qo'llash shisha kompozit armaturaning fizik mexanik xususiyatlarini o'rganish, ularni temir-beton to'siqlarga birgalikda qo'llanish yuzaga keladigan kuchlanish va deformatsiya holatlarini tahlil qilish, beton po'lat shisha kompozit armaturalar uchun chiziqli kuchlanish informatsiya diagrammasi asosida gibrid armaturalar beton to'siqlarning tolqinligini hisoblash usulini ishlab chiqish. Gibrid armaturalangan temir-beton to'siqlarning dardordorlik momentini aniqlash uchun beton va armaturaning kuchlanish informatsiya diagrammalari asosida aniqlangan hisoblash usulini yaratish. Gibrid armatura sxemasi asosida tayyorlangan temir-beton to'siqlarni yuk ko'tarish qobiliyatini aniqlash va uni an'anaviy po'lat armatura temir-beton to'siqlarga natijalar bilan taqqoslash. Gibrid po'lat shisha kompozit armatura temir-beton to'siqlari raqamli modellashtirish uchun ANSYS dasturida foydalangan holda hisoblash modelini tuzish va eksperimental natijalar bilan solishtirish. Gibrid po'lat shisha kompozit armatura beton to'siqlarining mustahkamlik va deformatsiya xususiyatlarini baholash hamda ushbu konstruktorlarni kompozit armaturadan samarali foydalanish uchun tavsiyalar ishlab chiqish. Tadqiqot obyekti sifatida gibrid po'lat shisha kompozit armatura temir-beton to'siqlar olingan. Tadqiqotning predmeti gibrid po'lat kompozit armatura beton to'siqlarining mustahkamligi, deformatsiyalanuvchanligi hamda kompozit armaturaning betonga bog'lanish tashkil etilgan. Tadqiqot usullari dissertatsiya ishida tahlil va taqqoslash, eksperimental sinov, chegaraviy holatlar bo'yicha hisoblash, ANSYS dasturi sonli modellashtirish kabi usullardan foydalanilgan. Tadqiqot maqsadi gibrid po'lat kompozit armatura temir-beton to'siqlarining mustahkamligi, deformatsiyalanuvchanligi hamda kompozit armatura beton bilan bog'lanish mustahkamligini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotning ilmiy yangiligiga beton po'lat armatura shisha kompozit armatura 3 chiziqli kuchlanish deformatsiya hosida gibrid armaturalangan temir-beton to'siqlarining tolqinligini aniqlash mo'ljallangan hisoblash usuli ishlab chiqilgan. Gibrid po'lat shisha kompozit armaturali beton to'siqlarining kuchlanish va deformatsiya diagrammalari yordamida beton va armaturaning dardordoshligi momentini aniqlovchi analitik hisoblash usuli yaratilgan. Gibrid armaturali beton to'siqlarining po'lat va shisha kompozit armaturalarining fizik mexanik xususiyatlarini hisobga olgan holda to'g'ri armaturalash sxemasi yordamida ularning yuk ko'tarish qobiliyati an'anaviy temir-beton to'siqlarga nisbatan 11-16% ga yuqori bo'lishi asoslangan. Gibrid armaturali beton to'siqlarning deformativ xossalari va mustahkamligini hisoblash uchun ANSYS dasturida raqamli modellash orqali aniq natijalar olingan va eksperiment natijalari baholangan. Xo'p, birinchi javob ya'ni materialni qo'llash va taqdim maqsadi. Ko'rib turibmiz, mana armatura turlari. Armatura ko'rsatilgan, yana po'lat, ugler kompozit armatura, aramid kompozit armatura, bazal kompozit armatura, shisha kompozit armaturani demak ko'rishimiz mumkin. Xo'p. Ya'ni bu jadvalimizda yana shisha kompozit armaturaning umumiy xarakteristikalar berilgan, ya'ni xarakterlik beyda ko'rsatkichlar ko'rsatib qo'yilgan, ya'ni to'zilishda vaqtinchalik qarshiligi kamida, ya'ni 800 megapaskal, elastik moduli, demak 50 megapaskal kamida, nisbiy uzayishi 2.1 2.3, yuklanish ostidagi holat yuklanish deformatsiya diagrammasi, ya'ni buzilishlarga to'g'ri chiziq hosil qiladi. Ya'ni korroziya bardoshligi, korroziyalanmaydi, ya'ni chirimaydi. Zichligi 1900-2100, ya'ni kilogramm taqdim metr kub. Turtib o'tkazuvchanligi 0.35 0.5 gacha. Hop, elektr o'tkazuvchanligi dielektrik, magnit xossasi diamagnit. Ishchi temperatura diapazoni, ya'ni -70 dan +100 gacha ko'rsatish kerak. Hop. Ana bu holatda endi magnitni rezonansiya tomografiya uchun, ya'ni bino qurilyapti dedi, ya'ni shunda kompozit armaturani qo'llanishi, ya'ni o'sha poydevor qismida kompozit armaturani qo'llanish kerak. Ya'ni ta'kidlangan yillarda AQSh qurilish bozorida ixtisoslashtirilgan obyektlar qurilishida shisha tolar armatura talab yuzaga keldi. Ya'ni dielektrik va magnit interxususiyati tufayli kompozit polimer armatura magnitni rezonansli tomografiya uskunalari uchun tibbiy binolar qurilishida foydalaniladi. Shisha tolar armatura bunday maqsadlar uchun konstruksiyalarni kuchaytirishda standart yechimga aylandi. Ya'ni kompozit polimer armaturaning to'liq suv inshootlari, qo'lqinli suv inshootlari, elektrik podstansiyalari, reaktorlar poydevori, uchish qo'nish yo'laklari va elektrotexnika laboratoriyalarida qo'llanish ham ma'lum. Xo'p, mana bu yerda beton qoplamalari, parapetlarni, plitalarni, shisha kompozitlar bilan kuchaytirish jarayonlari ko'rsatilgan. Kanadaning, ya'ni kompozit polimer armatura xususiyatlari va amalga oshirish bo'yicha keng qamrovli tadqiqot olib borilgan. Kanadalik qurilish mutaxassislari avtomagistral ko'priklarni loyihalashda kompozit polimer armaturadan foydalanish qoidalari bilan ishlab chiqildi va bir qator ko'rgazmali loyihalar qurildi. Manitob shahridagi Hayderling ko'prigi qurilishida shisha va ugler tolali asosida kompozit polimer armaturani ishlatish jarayoni. Tunnel qurilishida bunisi mana
tunnel qurilishida ishlashgan beton devorlarni kuchaytirish uchun shisha kompozit qo'llanila boshladi. Ya'ni Stop texnologiya ishlab chiqishda ushbu texnologiya tunnel qurilishi katta diametr tunnel burg'ulash mashinalarini foydalanish talab qilinadi. Bunday holda armatura karkasi shisha kompozit armaturani yig'iladi. Tunnel burg'ulash mashinasida shisha kompozit armatura qirralari mustahkamligi kam bo'lganligi sababli bunday karkas osongina kesib o'tadi. Bu usul London, Berlin, Bangkok, Gonkong, Yuk, Delhi va boshqa shahar beton qurilishida keng qo'llanilgan. Kompozit armaturani beton bilan bog'lanish mustahkamligi bo'yicha, ya'ni kompozit armaturani beton bilan ishini baholashda eng muhim xususiyatlardan biri bu uning beton bilan bog'lanish hisoblanadi. Odatdagi po'lat armaturadan farqli o'laroq kompozit armaturani tashqi sirti uning mexanik xususiyatlari asosiy omil sifatida ko'rish mumkin. Quyida kompozit armaturani beton bilan bog'lanish mustahkamligi to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Bog'lanish mustahkamligiga ta'sir etuvchi omillar: tashqi sirtining shakli, sirtiga maxsus qum qoplamasi hosil qilingan kompozit armaturaning beton bilan bog'lanish mustahkamligi sirti silliq bo'lgan kompozit armaturaga nisbatan 28 gacha yuqori bo'lishi aniqlangan. Beton mustahkamligi yuqori mustahkamlikka ega betonlar bog'lanish kuchini yanada oshirishga xizmat qiladi, chunki u armatura bilan yaxshiroq ishlashadi. Kompozit armaturaning beton bilan ishlashi po'lat armaturadan farq qiladi. Armatura diametri xuddi po'lat armatura kabi kompozit armaturaning diametri ortishi beton bilan bog'lanish mustahkamligi kamayishiga olib keladi. Chunki ularning yuzasi hajmiga nisbatan kichik bo'ladi. Ankelash usuli kompozit armatura betonga ankelash uzunligini katta bo'lish bog'lanish mustahkamligini oshirishga xizmat qiladi. Xo'p, mana bu nima bo'yicha, sinf bo'yicha ankelash uzunligi katta olinish tavsiya etiladi. Tashqi muhit ta'siri, harorat namligi va betonning ichkori muhit kompozit armaturalarni yemirib, bog'lanish mustahkamligiga ta'sir ko'rsatadi. Shuning yuqori harorat ta'sirida kompozit armatura sirtining yumshashi, kompozit armatura ustidagi qatron va beton orasidagi bog'lanish kuchini zaiflashtirishi mumkin. Kompozit armatura beton bilan bog'lanish mustahkamligi, ya'ni po'lat kompozit armatura o'zaro betonga bog'lanish o'rtasidagi farqlar mana bu jadvalimizda ko'rsatib o'tilgan, ya'ni bog'lanish mexanizmi xususiyatlariga kelsak, demak kompozit armaturaniki yopish ishqalani tishlashi, po'lat armatura bo'lsa mexanik tishlash qovurg'alar bilan farqlanadi. Bog'lanish mustahkamligi, ya'ni po'latga qaraganda pastroq, qovurg'alarsiz. Po'latga nisbatan po'lat o'zi bo'lsa kuchli qovurg'alar tufayli mahkam bog'lashadi. Korroziya bardoshligi juda yaxshi, po'latga qaraganda po'latniki demak zanglashga moyilligi yuqori. Yong'in bardoshligi kompozit armatura sirtidagi qatronning yumshashi sababli past. Yong'in, ya'ni harorat ortish hisobiga o'sha qatron erish hisobiga demak buni mustahkamligi tushib ketadi. Po'latniki esa yuqori hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kompozit armaturaning bog'lanish mustahkamligi po'lat armaturaga nisbatan 10-40% gacha kam bo'ladi. Davriy profilli kompozit armaturaning sirti silliq va qum qoplamasi stejillarga nisbatan mustahkam bo'ladi. Kompozit armaturaning bog'lanish mustahkamligi 5-13 megapaskalni tashkil etadi. Shuningdek, 300 gradus Selsiyadan yuqori haroratda 40% gacha mustahkamligi kamayadi. Ikkinchi bombimizda, ya'ni gibrid bo'lashli kompozit polimer armaturaning temir-beton to'siqlarining chegaraga ulangan usuli bo'yicha hisoblash yo'li olib kelgan. Olib borilgan nazariy va eksperimental tadqiq natijalariga tahlil materiallari asosida gibrid po'lat kompozit polimer armatura to'siqlarining buzilishining 6 holi, ya'ni aniqlab chiqildi. Birinchi hol, kompozit armaturaning buzilishidan keyin po'lat armatura o'quvchanlik kuzatiladi va uziladi, biroq beton buzilmasdan qoladi. Ikkinchi holimizda po'lat armatura o'quvchanlik kuzatiladi. Undan keyin kompozit armatura uziladi. So'ngra siqiluvchi zonadagi beton buzilishi paydo bo'ladi. Po'latni o'quvchanligi, kompozit armaturaning uzunligi va siqiluvchi zonadagi betonning buzilishi bir vaqtda sodir bo'ladi. Neytral holatda hosil bo'ladi. Birinchi holda siqiluvchi zonadagi beton buzilishi avval po'lat armaturadagi kuchlanishlar o'zining o'quvchanlik chegarasiga yetadi, lekin kompozit armatura uzilmaydi. Ya'ni amaliy ahamiyatga ega bo'lgan hol shu 4-hol hisoblanadi. 5-holda po'lat armatura o'quvchanlik va siqiluvchi zonadagi betonning buzilishi bir vaqtda sodir bo'ladi. Bu neytral holat yuzaga keladi. Faqatgina 6-holda siqiluvchi zonadagi beton buziladi, lekin po'lat armaturaning kuchlanish proporsional chegarasi qoladi hamda kompozit armaturaning kuchlanishlari chegaraviy qiymatdan kichik hisoblanadi. Mana bu yerda mana beton va po'lat hamda shisha kompozit armaturaning kuchlanish deformatsiya holatlari, ya'ni diagram asosida ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni beton po'lat armatura, shisha kompozit armatura 300 kuchlanish deformatsiya holatlari. Betondagi, ya'ni deformatsiya holati, B po'lat armatura va C shisha kompozit armaturani ko'rsatadi. Xo'p, to'siqlar farqligi. Ya'ni bunda ko'rib turibmiz, to'siqlarni, ya'ni gibrid bo'lash shisha kompozit armatura to'siqlarining ko'ndalang kesim kuchlari va deformatsiya diagrammalari keltirib o'tilgan. Xo'p, ikkinchisi
yuk soliqlilar diagrammasi, yuk soliqlilar yuklama ta'sirida birinchi partiya to'sinlari uchun, ya'ni birinchi guruh bo'yicha, ya'ni o'sha birinchi guruh bo'yicha 3 ta partiya to'sinlar olingan, ya'ni moment soliqlilar diagrammasi aks ettirilgan. Diagrammani vertikal o'q chegaraviy moment ifodalasa, gorizontal o'q, ya'ni o'rtasida eng katta soliqlikni ifodalaydi. Diagrammaning boshlanishidagi egrilik, boshlang'ich bekirlik ifodalaydi. Po'lat armatura odatdagi temir beton to'sinning bekirligi chegaraviy momenti erishganda shu qadar chiziqlik xarakterga ega bo'ladi va eng katta bekirlikni tashkil qiladi. Ushbu holat po'lat armaturadagi kuchlanish o'zining o'quvchalik chegarasiga yetganligini bilan izohlanadi. Hop, ikkinchi namunamda to'sinda armatura miqdori qolgan ikkita to'singa nisbatan kam qo'llanilgani bois eng kichik bekirlikka ega bo'ladi. Mazkur to'sinda armaturalar kombinatsiya holatda qo'llanilgani uchun po'lat armaturaning o'quvchaligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Hop, to'sinlarning darsbardoshligi, ya'ni diagrammada ko'rdik, mana masalan beton ikki chiziqli kuchlanish format holati ko'rsatilgan. Hop, keyingisida ya'ni kuchlanish va nisbiy deformatsiya diagrammasi A'dagi, demak, aksi ko'ndalang kesim va beton va armaturaning nisbiy deformatsiya diagrammasi kuchlanishlar diagrammasi. Hop, kompozit polimer armatura betonning bo'lash mustahkamligini aniqlash, ya'ni temir beton konstruksiyalarini ishonchli ishlash uchun beton va armatura orasidagi o'zaro bog'lanish yetarlicha bo'lishi talab etiladi. Bu ushbu 2 metr orasidagi uzatilish muhim omil hisoblanadi. Garchi po'lat armatura beton o'rtasida o'zaro bog'lanib mustahkamlik ko'plab adabiyotlar va biyoliq hujjatlarda keltirilgan bo'lsa-da, kompozit armatura bilan beton bog'lanish o'zaro farq qiladi. Mazkur tafovut kompozit armatura anaviy po'lat armaturaga bog'lanish mustahkamligi ta'siri elastik modullar qirqilishiga, bekirligiga, to'zilishiga mustahkamligi. Shuning uchun beton bilan kompozit armatura o'zaro bog'lanish mustahkamligini aniqlash tasavvur qilish kerak bo'ladi. Kompozit polimer armatura bilan beton orasidagi bog'lanish mustahkamligini aniqlash uchun amaldagi GOS talablari asosida bajarildi. Unga ko'ra bog'lanish mustahkamligi armaturaning ko'p namunali qurilish sinash orqali aniqlanib ko'rsatilgan. Mazkur usul kompozit polimer armaturaning tashqi sirti bo'ylab beton bilan bog'lanish qurilma kuchlanishlar aniqlash hisoblangan. Orasidagi bog'lanish chegarasi bo'yicha cho'zish vaqtida eng katta yuklama vosita amalga oshiriladi. Agar armatura diametri 10 mm dan 10 dan kichik bo'ladigan ko'p namunalar o'lchami, ya'ni 10 ga 10, 12 mm dan 18 mm bo'lsa, ya'ni 15 ga 15 hamda sinalgan talab etiladi. Kompozit polimer armaturaning beton bilan bog'lanishini qisman uzunligi armaturaning diametrining 5 baravariga teng qiymat qabul qilinadi. Armaturaning betondagi qolgan qismi polivinilxlorid tiqim bilan birga yoki quvur bilan foydalanish kerak. Sinov jarayonida tomonlarning o'lchami, ya'ni 20 ga 20 mm, 200 ga mm va qalinligi 20 mm kam bo'lmagan yopiq metal qurilmadan foydalanildi. Mazkur qurilmaning o'rtasida armatura o'tish uchun teshik mavjud talab etildi. Mana bu sxema bo'yicha o'sha biz kompozit polimer armaturaning beton bilan bog'lanish mustahkamligi bo'yicha, demak, mana shu sxemadan foydalanib buni to'g'rilish bo'yicha sinov laboratoriya ishlarini amalga oshirgan. Ya'ni birinchisi o'lchov uskunasi, ikkinchi namuna, uchinchi tayanch pliita hisoblanadi. Ya'ni to'rtinchi yumshoq tiqim, ya'ni o'sha armaturani kerakli joyiga o'sha plastik trubka bo'lgandan keyin shu yerga yumshoq tiqim, ya'ni qorishma kirib ketmasligi uchun qo'yilgan. Sinov qurilmasini harakatlovchi traversa, sinov qurilmasini harakatlanmaydigan traversa 7-chi nuqta hisoblanadi. Mana bu yerda demak, 3-chi ya'ni gibrid bo'lashli kompozit armatura beton to'sinlarining eksperimental tadqiqoti nazarga olingan. Bu yerda ya'ni o'sha 1 metr kub beton uchun material sarfi jadvalda keltirilgan. Bu yerda o'sha beton qo'shimi uchun qo'llanilgan qum va qo'llanilgan chaqi tosh nimalari keltirib o'tilgan. Mana bu yerda endi ustida beton va kub namunalarini mustahkamlik siqilish va sinash orqali olingan natijalar, ya'ni kub namunalarimizni, demak, olingan natijalarini bu yerda jadval asosida keltirilgan, ya'ni o'sha press yordamida buni mustahkamligini aniqlash bo'yicha tajriba ishlari amalga oshirilgan. Keyingisi, ya'ni po'lat armaturaning cho'zilishdagi mustahkamligi. Po'lat armaturaning cho'zilishdagi mustahkamligi, ya'ni biz o'sha olganmiz 5 tadan har bir namunani olganmiz, 5 tadan namunani olib, buni cho'zilishdagi mustahkamligini laboratoriya sharoitida, demak, har birini ko'rib, demak, shu jadvalga qiymatlarni kiritib o'tganmiz. Keyingisi, demak, shisha kompozit armaturaning cho'zilishdagi mustahkamligini hisobga olganmizda, bu yerda mana hali ko'rib turibmiz pastda o'sha namuna, shisha kompozit sinash bo'yicha tayyorlangan namunani qirqim shaklida ko'rib turibmiz. Ya'ni o'sha
olganimizda ikkita tomonida 30 santimetrlik mufta o'sha to'g'rilib ketmasligini oldini olish uchun o'rtada ya'ni o'sha yo'l bo'yicha standart bo'yicha 40 santimetr oraliq qoldirganmiz kompozit armaturani, ya'ni o'sha bu yoqda po'lat quvur hisoblanadi, u quvurning ichiga o'sha yumshoq qovurishning kirib ketmasligini hisobiga tiqim qo'yganmiz. Ya'ni buni mustahkamlash uchun buni epoxid kley yordamida demak o'sha kompozit armaturani muftaga mustahkam qilib qo'yib mahkamlaganmiz. Endi bunda tajriba to'siqlarining ko'ndalang kesimlari va armatura karkasini joylashishi keltirib o'tilgan. Bu yerda namunalarimiz ko'rilgan, birinchi, ikkinchi, uchta guruh bo'yicha, demak o'sha har bitta namuna bo'yicha biz 9 ta namuna bo'lsa, har biridan 3 tadan namuna qilib, 3 ta to'siq sinaganmiz. Demak, bu yerda ko'rib turibmiz, bu yerda armaturalar joylashish sxemasi, kompozit armaturalar, po'lat armaturalarning joylashish sxemasi bu nimamizda ko'rinib turibdi. Uzunligi 1,5 metr o'lchamda olganmiz. Mana bu to'sinimizning uzunligini. Shu bo'yicha demak tajriba ishlari olib borilgan. Xo'p, mana bu yerda demak tayyorlanish jarayonlari, ya'ni karkaslarimiz tayyorlanish jarayonlari va qoliplarimizga qo'yilishi o'sha laboratoriya sharoitida, zavod sharoitida tayyorlab beton qorishmasini qo'yish nimalari keltirib o'tilgan. To'sinlarni ya'ni uchun qo'llanilgan armatura miqdori jadvalda keltirilgan, ya'ni o'sha seriyalar namunalarga qarab turib, ya'ni shisha kompozit armatura, po'lat armaturalarni demak joylashtirish diametrlari, demak ularni yuzalari, demak hammasi keltirib o'tilgan. Xo'p, to'sinni sinov jarayoni, ya'ni biz to'sinni o'sha PSU bryujigalash gidravlik presi to'sin yuklangan holati va o'lchov usullari ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni birinchisi namunani qo'yganmiz to'sinimizni, ikkinchisi ya'ni o'sha soat tipidagi raqamli indikator, uchinchisi beton armaturaning nisbiy deformatsiyasini qayd etuvchi mikstura demak qurilmasi, uchinchi soqillikni o'lchovchi progiba berlarimizni demak o'rnatib chiqamiz. Xo'p, to'sinni davrbardoshlik, ya'ni davrbardoshlik bo'yicha demak eksperimentda tadqiqot olib borganmiz. Bu yerda jadvalda demak nazariy hisoblangan eksperimentlar va raqamli modellashtirish dasturi orqali olingan o'sha namunalarimizni demak davrbardoshlik qiymatlarini berib ko'rsatib o'tishimiz. Xo'p, bunda endi ANSYS WordPage dasturida ishlaganmiz, ya'ni uni afzalliklari chekli elementlar ustida asoslangan, elementning chiziqli bo'lmagan xususiyati e'tiborga olinadi. Boshqa dasturlar faqat istalgan material va konstruksiyani hosil qilish mumkin. Konstruksiyani real hayotda yaqin modelga hosil qilishga imkoniyat beruvchi imkoniyat mavjudligi, yuklamaning istalgan bosqichda daruriy ko'rsatkichlarni olish mumkin. Beton chiziqli bo'lmagan xususiyatda, ya'ni Drucker Prager usuli yordamida 8 tugunli STR 215 funksiyasi hamda armaturani modellashtirish Solid 185 qo'llanildi. Namunada tayyorlangan uch qo'lli modellashtirish 20 mm o'lchamdagi chiziqli chekli elementlar ajratilib hisoblab chiqarildi. To'sin salqiliklari, keyingisi ya'ni diagrammasi keltirilgan, ya'ni har bir namunaning demak to'sin salqiliklar diagrammalari ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, bu yerda armaturani va beton bilan hosil bo'lgan kuchlanishlar jadvali keltirilgan. Bu yerda shu to'sin namunalari berilgan. Ya'ni po'lat armatura yuzasi, shisha kompozit armatura yuzasi, ya'ni ishchi armatura, bu yerda armaturalar foizlari, chegaraviy moment, shu bo'yicha demak ANSYS dasturida olingan qiymatlarda demak shu jadval asosida keltirib o'tilgan. Faqat mana o'sha to'sinni beton hosil bo'lgan normal kuchlanishlar va deformatsiyalarni aniqlangan holatida rasmlarni ko'rib turibmiz. Xo'p, shisha kompozit armatura beton bog'lanish mustahkamligini, ya'ni beton bu yerda quyish jarayonlari, qolipiyatlar armaturalardan demak to'g'rilishga bo'lgan mustahkamlikni aniqlash bo'yicha quyish jarayonlari aks etgan bu yerda. Shisha kompozit va po'lat armaturalardan beton bilan bog'lanish mustahkamligini aniqlash bo'yicha sinov jarayonlari olib borildi. Ya'ni bu beton bilan armatura orasidagi bog'lanish o'rtaga o'rganish maqsadida shisha kompozit armatura va po'lat armatura har biri 6 tadan namuna tayyorlandi. Agar shisha kompozit armatura namunalari tayyorlashda mazkur armaturani biriktiruvchi mufta bilan mustahkamlash, yopishish ta'minlansa, ya'ni yaxlit bo'lib ishlasa, ishonchli natija olish mumkin bo'ladi. Sinov natijalariga ko'ra shisha kompozit armatura po'lat armatura beton bilan bog'lanishini ularning orasidagi katta farq kuzatilmadi. Shisha kompozit armatura o'rtacha bog'lanish mustahkamligi,
18,63 megapaskalni tashkil etgan bo'lsa, po'lat armaturaniki 20,85 megapaskalga teng bo'ldi. Shisha kompozit armaturani sirtidagi qovurg'alar armatura tanasiga ishonchli mahkamlangan bo'lsa, u ham po'lat singari beton bilan yuqori bog'lanish mustahkamligini ta'minlay oldi. Bu yerda endi shisha kompozit armaturalar bilan po'lat armaturalarning beton bilan bog'lanish mustahkamligini sinov natijalarini demak pastda keltirib o'tilgan. Hop, texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, ya'ni bu yerda olib borilgan texnik iqtisodiy ko'rsatkichlar, ya'ni hop nazariy va eksperimental tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, kombinatsiyalashgan gibrid armatura to'sinlaridagi umumiy armaturalash foizi an'anaviy po'lat armatura to'sinlarga nisbatan yuqori bo'lishi qaramasdan ularning mustahkamligi ko'rsatkichlari yuqoriroq chiqdi. Jumladan B1, B2 seriyadagi to'sin namunalari misolida bu holat yaqqol ko'zga kuzatildi. Ushbu tajriba to'sinlarning sinov natijalari shunday dalolat berdiki, diametri 12 mm bo'lgan po'lat armatura o'rnini muayyan sharoitda diametri 10 mm bo'lgan shisha kompozit armatura egallashi mumkin. 2025-yil oy oxiriga ko'ra bozordagi material narxiga tayanadigan bo'lsak, 1 metr uzunlikdagi diametri 10 shisha kompozit armaturaning tan narxi, ya'ni 5600 so'm, 1 metr uzunlikdagi diametri 12 lik auch po'lat armaturaning klassdagi po'lat armaturaning narxi 8880 so'm tashkil etadi. Agar bitta namunamizda seriyadagi po'lat armaturaning to'sindagi cho'ziluvchi zonada uchun 3 ta po'lat armatura, ya'ni 1.45 metr, ya'ni 1.45 metrdan ishlatildi deb hisoblasak, jami tan narxi 38,628 so'm bo'lyapti bitta namunamizda. Shu bilan birga ikkinchi namunada seriyali gibrid armaturadan to'sinda bitta po'lat armatura uchun va ikkita shisha kompozit armatura qo'llangan. Barchasi o'sha 1.45 santimetrdan 1.45 metrdan hisoblanadi. Ishlatilgan deb hisoblasak, demak, buni tan narxi 38,628 so'mga to'g'ri kelyapti. Shu bilan birga 29,116 so'mga to'g'ri kelyapti. Hop, shunday qilib gibrid armaturalar to'sinda armaturaning tan narxi odatdagi po'lat armaturalar to'siniga nisbatan, ya'ni 9512 so'm, ya'ni bo'lyapti yoki 24,6% ga arzon hisoblanyapti. Bu kabi natija gibrid armaturalar to'sinlarida mustahkamligi saqlagan holatda, demak, iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkinligini ko'rsatdi. Hop, endi yakuniy xulosalarga kelsak, shisha kompozit armatura
Mo'minov Kamoliddin Komiljonovning gibrid po'lat kompozit armaturali beton to'sinlarining mustahkamligi, deformatsionuvchanligi va kompozit armaturlarning betonga bog'lanish mosligi 05.9 qurilish konstruksiyalari. Bino va inshootlar iqtisodiyotligidan texnika fanlari bo'yicha pasport doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlab kelgan, demak, sertifikatsiya bo'yicha taklif qildik. Endi hammamizga ma'lumki, bugungi kunda temir beton konstruksiyalarni armaturalashda po'lat armaturlarning keng qism po'lat armaturlardan keng foydalanadi. Po'lat armaturlar o'rnida muqobil variant topish muammolari mavjudligini ham ta'kidlashimiz mumkin. Shuning uchun bir qator jumladan AQSh, Germaniya, Yaponiya hozir talabgorimiz aytib o'tdi, bir qancha davlatlarda demak qurilish sohasida po'lat o'rnida tabiiy qurilish materiallaridan foydalanilgan, so'nggi vaqtlarda alohida boshqa materiallardan foydalanishi berilmoqda, shartnoma o'qitilmoqda. Demak, temir beton konstruksiyalarda, ayniqsa yigirmanchan temir beton konstruksiyalarda po'lat bilan kombinatsiyalashgan holda qo'llanilishi mustahkamlik, masalan, korroziyaga bardoshliligi, darz bardoshlik ko'rsatkichlarini yaxshilash imkonini berishi bilan ham muhimdir. Shuning uchun ham kombinatsiyalashgan po'lat kompozit armaturali temir beton to'sinlarining mustahkamligi, kirligi, darz bardoshliligi hamda deformatsionuvchanlik holatlari ustida tadqiqotlar olib borish dolzarb bo'lgani uchun karantinda demak tadqiqotlar olib borgan. Demak, bu yerda eksperimentlar o'tkazgan, tahlil olib borgan, eksperimental sinov chegaraviy holatlar bo'yicha hisoblab chiqqan, ANSUS dasturida sonli modellashtirish kabi usullardan foydalangan. Endi bu yerda ham ko'p maqmadim vaqtni sal tejash maqsadida, demak, natijalar e'lon qilingan, dissertatsiya ishi bo'yicha. Bu yerda 16 ta ilmiy ishlar chop etilgan. Ikkita respublika va yuqori infratrakturda jurnallarda chop etgan, 4 ta xalqaro va 3 ta respublika ilmiy jurnallarda ham chop etilgan, bitta yakunda qo'yga dalolatnoma olgan. Bilan bir qancha ishlar qilingan, shu bilan bir qatorda men kamchiliklarga e'tibor qaratsam, eksperimental tadqiqotlar natijasida olingan mustahkamlik ko'rsatkichlarining mavjud me'yoriy hujjatlar talablari bilan qanchalik muvofiqligini ko'rsatish kerak bo'lgan, bu yerda keltirib o'tgan, lekin bir qator qarab qo'yish kerak bo'ladi. Jadvallarni bir xil ko'rishda va shriftlarni to'g'rilab, uni kishilikka keltirish kerak bo'ladi. Nizom asosida. ANSUS dasturidan olingan boshqa natijalarni ilova qismida qo'shimcha ko'rsatib, dissertatsiya sifatida yanada uning ko'zi ochgan bo'ladi. Bu yerda o'zbek olimlari tomonidan kompozit armaturali beton to'sinlar suv o'tkazgan tadqiqotlar tahlilini iloji boricha ko'paytirish kerak. Hali vaqt bor. Iloji bo'lsa dissertatsiyaga qo'shib ketsangiz yaxshi bo'ladi. Endi bu yerda hozir ko'pchilik kamchilik sifatida zamchani berildi. Referatdagi bo'lgan dissertatsiyadagi matndagi statistik ortografik xatolarga e'tibor berildi. Referatni o'zida ham ko'ryapsiz, bir qancha tarjimada, o'shaga tarjima qilganingizda ancha so'zlar xato ketib qolgan. Kelgusi ishlarda kombinatsiyalashgan armaturali temir beton to'sinlarni uzoq muddatli yuklamaga sinab bundan olingan natijalarni hozirda olingan natijalarga solishtirib, uzoq muddatli yuklama ostida to'sinlarning ishlash xarakterini o'rganish iloji bo'lsa tavsiya qilardim. Shuni ko'proq ko'rib va ishlarni yana davom ettirib. Endi bu yerda hozir ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar ishlar ahamiyatini pasaytirmaydi. Mo'minov Kamoliddin gibrid po'lat kompozit armaturali beton to'sinlarining mustahkamligi, deformatsionuvchanligi va kompozit armaturalarining betonga bog'lanish mosligi dissertatsiyasi 05.09.00 qurilish konstruksiyalar, bino va inshootlar iqtisodiyoti bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi talablariga to'la javob beradi. Muallifga texnik fanlar bo'yicha pasport doktor ilmiy darajasini berishni maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Keyingi himoyaga tavsiya etaman. Rahmat. Mana tahlilchi ish bo'yicha o'zini ijobiy tahlilini eshittirdi.
Daxlisda dissertatsiya ishidagi kamchiliklar va uni yaxshilash bo'yicha takliflar ham bildirildi. Daxlisda ko'rsatilgan kamchilik va takliflar bo'yicha o'z fikrini bildirish uchun so'zni talabgor Kamoliddin Mo'minovga beramiz. Rahmat ustoz, shunchalik meni dissertatsiyaga qarab, shunchalik e'tibor qilayotganingiz uchun rahmat. Xo'p, sizda ko'rsatilgan kamchiliklarga javobim. Xo'p, lekin demak xatolar bor, ya'ni o'sha Fisher Company amatyorlardan tadqiqotlar ko'proq bo'lishi kerak dedik. Hop, qayd etganidek, demak, Fisher Company amatyor postlar olib borilgan tadqiqotlar tahlili qo'shimcha ma'lumotlar bilan boyitildi va natijalar miyatlarga kuchaytirish maqsadida dissertatsiyada qoldirishga tegishlarda harakat qilindi. Hop, chunki nimaga endi Ansiz WordPress dasturida olingan qo'shimcha tahlil natijalar va grafiklar ilova qismida qo'shimcha taqdim etaman. Bu dissertatsiyaning ilmiy va sifatli xulosalarining ishonchligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Hop, keyingi olimlar haqida keladigan bo'lsak, demak, taklifimizda bildirilgan taklif inobatga olgan holda dissertatsiyani o'zbek olimlar tomonidan kompozitor armatura beton postlarni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili kengaytiriladi. Hop, mazkur ishlashda qo'llanilgan ularning asosiy natijalari va xulosalari umumlashtirib xalqaro tadqiqot bilan taqqoslanadi. Bu esa tadqiqotning ilmiy asoslangan va amaliy ahamiyatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Hop, endi eksperimental tadqiqot natijalariga kelsak, ya'ni eksperimental tadqiqot natijalarini olingan faktlarni ko'rsatishga amaldagi me'yoriy hujjatlar, mahalliy me'yor talablariga asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari to'siqlarning hisobiy va haqiqiy mustahkamlik qiymatlari o'rtasidagi qoniqarli mavjudligi, bu esa olingan natijaning ishonchligini tasdiqlashga olib keladi. Rahmat. Bahodir Akbuch, javoblar qoniqarlimi? Qoniqarli. Unda taklifda ko'rsatilgan kamchiliklarga berilgan javoblar bo'yicha dissertantga kimda savollar bor? Yo'q. Rahmat. Agar savollar bo'lmasa, so'z keyingi taklifchimiz PhD dotsent Martazayev Abdurasul Shukurullayevga. Marhamat. Assalomu alaykum, sayyorlar a'zolari. Mo'minov Komiljonovning bajargan dissertatsiya ishida po'lat va shisha kompozit armaturalar bilan armaturalangan temir beton to'siqlarning kuchlanganlik deformatsiyali holati ostida ishlash xarakteri, buzilish hollari, ko'tarish qobiliyati, deformatsiyaligi hamda dardordoshligi bo'yicha eksperimental hamda natijali hodisalar amalga oshirilgan. Shu bilan birgalikda bu amalga oshirilgan ishlar qurilish sharoitlarini tadqiq etish nuqtai nazaridan bajarilgan ish muhim ahamiyatga hisoblanadi. Dissertatsiya ishida quyidagi ishlar amalga oshirilgan, jumladan dissertatsiya mavzusi bo'yicha bajarilgan ilmiy ishlar tahlil qilingan va tadqiqot dasturi tuzilgan, po'lat va shisha kompozit armaturalar bilan mustahkamlangan to'siq konstruksiyalarning kuchlanganligi, deformatsiyaligi holati, mustahkamlikda dardordoshligi aniqlash bo'yicha sinov ishlari amalga oshirilgan. Kompozit armaturaning betonga bog'lanishi bo'yicha laboratoriya natijalari amalga oshirilgan. Po'lat va shisha kompozit armaturalar bilan armaturalangan temir beton konstruksiyalarning ANSI dasturi yordamida modellashtirilgan va eksperimental nazariy va dasturiy yordam olingan ilmiy natijalar taqqoslangan. Tadqiqotchi Mo'minov tomonidan mavzu dolzarbligi hamda zarurat asoslangan tadqiqot maqsadi va vazifalari, obyektlar predmeti, o'rganilgan darajasi hamda tadqiqot usullari, tadqiqotning O'zbekiston Respublikasi fan va texnologiyalar rivojlanishining ustuvor yo'nalishlariga mosligi ko'rsatilgan, tadqiqotning ilmiy yangiligi va amaliy natijalari bayon qilingan, shuningdek olingan natijalarning ilmiy va amaliy ahamiyati ochib berilgan. Tadqiqot natijalarining amaliyotga joriy qilinganligi, chop etilgan ilmiy ishlar va dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan. Dissertatsiyada bir qancha ilmiy yangiliklar, shu bilan birgalikda dissertatsiyaning ilmiy amaliy ahamiyati bilan birgalikda quyidagi kamchiliklar ham faol emas. Dissertatsiya bo'yicha quyidagi kamchiliklarni keltiraman. Birinchisi, dissertatsiyada gibrid po'lat shisha kompozit armatura to'siqlar tadqiq qilingan va natijalar olingan, lekin mavjud xorijiy tadqiqotlardan aniq farqi, muallifning ishining qaysi jihati mutlaqo yangi ekanligi yetarli darajada ochib berilmagan. Ikkinchisi, dissertatsiya yangiligi qismida ishlab chiqildi, yaratildi, asoslandi kabi iboralar qo'llanilgan. Qanday aniq formulalar, koeffitsiyentlar yoki hisoblash texnikalik taklif qilinganligi ochiq ko'rsatilmagan. Uchinchisi, yakuniy xulosalarda
Shisha kampus armaturlar bo'yicha aniq sonli natijalar, chegaralar qo'llash shartlari yetarlicha aniqlashtirilmagan. To'rtinchisi, eksperimental tadqiqot ishlari asosan po'lat shisha kompozitsiya armaturik usullarining normal kesim bo'yicha sinovlari amalga oshirilgan, lekin qiya kesim bo'yicha tadqiqot ishlari amalga oshirilmagan. Bu ko'rsatilgan dissertatsiya ishi bo'yicha ko'rsatilgan kamchiliklar ilmiy ishning umumiy natijalariga ta'sir qilmaydi. Xulosani o'qishtiradigan bo'lsam, tadqiqotchi Mo'minov Komiljonovning gibrid po'lat kompozitsiya armaturali beton to'siqlarining mustahkamligi, deformatsiyalanligi, kompozitsiya armaturalarining betonga bog'lanishi mavzusidagi dissertatsiya ishining dolzarbligi, ilmiy yangiligi, maqsadi vazifalari, nazariy va amaliy ahamiyati, bajarilishi, sifati va ishonchliligi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Oliy komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob beradi. O'zi esa qurilish konstruksiyalari, bino va shotlari ixtisosligi bo'yicha falsafa doktori yo'nalishga loyiq hisoblanadi. Rahmat. Mana taqdizchi ish bo'yicha o'zini ijobiy taqdizini o'qib eshittirdi. Taqdizda dissertatsiya ishidagi kamchiliklar va uni yaxshilash bo'yicha takliflar ham bildirildi. Taqdizda ko'rsatilgan kamchilik va takliflar bo'yicha o'z fikrini bildiruvchi so'z talabgor Mo'minovga. Marhamat, tamom. Rahmat. Kamchiliklarga ko'rsatilgan kamchiliklarga javob. Qilishga natijalar olingan, lekin mavzularga tadqiqotlar farqlilikning qayd qadam muqoyyachilik yetarlicha javob berildi. Dissertatsiya olib borilgan tadqiqotlar mavjud xorijiy ilmiy ishlar qatori muhim jihatlardan biri farq qiladi. Jumladan xorijiy tadqiqotlarda asosan shisha kompozit yoki po'lat armaturadan alohida holda foydalanilgan bo'lsa, mazkur dissertatsiya ilk bor po'lat va shisha kompozit armaturalardan gibrid holatda bir vaqtning o'zida qo'llash orqali temir-beton to'siqlarini ishlash xususiyatini kompleks ravishda tadqiq etildi. Ikkinchisi, ya'ni dissertatsiya yangilik qismida ishlab chiqildi, yaratildi, asoslangan kabi demak iboralar qo'llanilgan. Bunga javob e'tiroz ko'rsatilgan masala o'rinli hisoblayman. Dissertatsiyaning ilmiy yangiligi qismida ishlab chiqildi, yaratildi, asoslangan kabi umumiy iboralar qo'llanilgan bo'lsa, ya'ni bo'lsa-da dissertatsiyaning asosiy bloklarida ularning mazmuni aniq matematik ifodalar, koeffitsiyentlar va hisoblash ketma-ketligi orqali yorib berilgan. Yakuniy xulosalar, ya'ni shisha kompozit armatura bo'yicha aniq sonli natijalar, chegaralar va qo'llash shartlari yetarlicha aniqlashtirilgan. Bunga javob, ya'ni eksperiment natijalariga ko'ra gibrid po'lat shisha kompozit armatura to'siqlarida shisha kompozit armaturaning ulushi 30-50% bo'lgan mustahkamligi 5-12% gacha oshishi aniqlandi. Shisha kompozit armaturaning 50% dan oshgan buzilish jarayonining mo'rtlashishi kuzatildi. Ya'ni shuning uchun bunday holatda cheklangan holatda tavsiya etiladi. Shisha kompozit armatura qo'llanilgan to'siqlarda yoriqlar kengligi, ya'ni uni 25% ga kamaydi. Egirishdagi nisbiy deformatsiya esa 1,1-1,3 baravarga oshdi. Shisha kompozitdan foydalanish po'lat armatura bilan gibrid holatda egirishda ishlovchi temir-beton to'siqlar uchun ishchi harorat 200 gradus Selsiusdan oshmagan sharoitlarda maqsadga muvofiq hisoblanadi. To'rtinchisiga keladigan bo'lsak, ya'ni mazkur dissertatsiyada eksperimental tadqiqotlar asosan po'lat shisha kompozit armatura to'siqlar normal kesim bo'yicha egirishdagi ish faoliyati o'rganishga qaratilgan. Qiya kesim bo'yicha sinovlar tadqiqot doirasiga kiritilmagan bo'lib, bu masalada mavjud me'yoriy hujjatlar po'lat armaturalik elementlar uchun yetarli darajada yoritilganligi va tadqiqot hajmini cheklash zarurati bilan izohlanadi. Shu bilan birga qiya kesim bo'yicha po'lat shisha kompozit armaturalar, gibrid armaturalar to'siqlarini ishlash xususiyatlarini o'rganish kelgusi tadqiqotlar uchun dolzarb yo'nalish sifatida belgilab olindi. Rahmat. Abdurasul javoblardan rahmat. Unda taqdizda ko'rsatilgan kamchiliklarga bergan javoblar bo'yicha izlanuvchiga kimda savollar bor? Rahmat. Agar savollar bo'lmasa, yalpi muhokamaga o'tamiz. So'zga chiquvchilar. Marhamat, tamom. Endi Kamoliddin biz talabalik davrida bilamiz. Talabalikda endi faol o'qigan, qatnashgan, mana keyinchalik magistraturada o'qidilar. Mana endi laboratoriya ishlaganlarda shu bitta yaxshi tomoni tajriba o'tkazishlari emas xotir bo'ladi. Mana keyinchalik mana ilmiy ishlarda juda ko'plab tajriba ishlar o'tkazdilar. Dissertatsiya ish bo'yicha demak yetarli ishlab borilgan. Undan tashqari
nashr etilgan maqolalar ham yetarli. Shuni opponentlik tanqidchilar ham mana juda mavzu dolzarbligini ko'rsatishdi. Shuning uchun men qo'llab-quvvatlab faqat shu bitta siz mana savol berdingiz, seysmologiya bo'yicha mana rahbarlari Hojiyev domla o'zi seysmologiya eng yaxshi mutaxassislar. Shuni albatta keyinchalik menimcha ishlaydigan ishlarda hisob ko'rsa kerak. Tavsiya etaman. Rahmat. Marhamat. Ben oldindan demak bu yigitda haqiqatda salohiyat yuqoriligini o'zi ko'rdik. Qo'yilgan vazifalarga to'g'ri javoblar berishidan nima qildik, lekin mana bir ikki takliflarim bor. Endi yaxshi tomoni mana hozir birinchi bobi bor, paragraf bu birinchi bobi bo'yicha. Turli maktablarda ilmiy xulosalari boshqalarni qilib chiqishi men ilgarigi bu avtoritetlarda buni ko'rmaganim. Bu demak xorij adabiyotini chuqur tahlil qilgani bu yigitga katta salohiyatdan dalolat beradi. Lekin shu bilan birga ba'zi bir kamchiliklarni aytib o'tmoqchiman. Demak, birinchisi reglamentga rioya qilmadingiz. Reglament endi 40 minut 45 minutga o'tib ketdi. Yani bu seminarda aytaveramiz bu kamchiliklar. Ikkinchisi o'zbekcha, ruscha, inglizcha tarjimalar noto'g'ri. Buni to'g'rilash kerak. O'zbekchasi zo'r yozilgan, lekin ruschasi noto'g'ri. To'g'ri kelmayapti. Ilmiy rahbar bilan hamkorlikda birorta publikatsiyangiz yo'q. Endi rahbaringiz hojiy bo'ladigan bo'lsa, undan birorta maqolangiz bo'lishi kerak. To'rtinchisi 2025-yil 1-dekabrda prezidentimiz 365-yil qarori chiqdi. Bu qarorda endi hozir bundan keyingi avtoritetlarga kiritish kerak. Bu qaror juda ham o'qigan bo'lsanglar, juda ham chiroyli qaror chiqdi. Shu 26-yilga 30 milliard pul ajratildi qurilish sohasiga. Buni qo'shish kerak. Tadqiqot ustuvor yo'nalishi energetika sohasiga mos kelmaydi. Buni o'zimizda ustuvor yo'nalishlar bor. Avtoritetlarda buni ko'rish kerak. Endi bitta biz siz emas, hozir ko'pchilik ham shu eski stereotipni olib, energetika tejamkorlik yo'nalishiga mos keladi deb urib tashlayapti. Buni o'zimizning qurilish materiallarining ustuvor yo'nalishlari bor. Qurilish sohasining ustuvor yo'nalishini qo'yish kerak mana avtoritetda. Endi dissertatsiyada real-daglik xossalari ko'rib chiqilmagan, lekin zada vazifasiga ham bu qo'yilmagan ekan. Demak, buni kelajak doktorlik ishlaringizda qilyapsiz deb o'ylayman. Dinamik напряжение сдвига masalan пластический прочность deydi. Keyin zilzila bardoshli domla aytdilar. Yunusobek domla issiqlik fizik xossalari, demak issiqlikdan o'sha materiallarning kengayish, torayish. O'zbekiston quruq iqlim sharoitida shu balkalar yo kolonnalar qanaqa ishlaydi? Bu qanaqa kengayib, qanaqa torayadi? Bu masalalar ham albatta O'zbekiston sharoiti uchun muhim hisoblanadi. Men shu masalalarni demak kelajak ishlarda qo'shishni taklif qilaman, lekin bir ovozdan qo'llab-quvvatlayman. Shu darajasiga loyiq deb hisoblayman, qo'llab-quvvatlayman. Rahmat. Zoomdagilar muhokamada kim gapiradi? Marhamat. Assalomu alaykum. Rais, agar mumkin bo'lsa, biz orada savol javobda to'g'riroq qatnasha olmadik, Zoom o'chib qoldi. Shunga savollarim bor edi. Talabgorga maylimi bersam? Mayli, marhamat. Birinchi savolim shu yo'nalish bo'yicha shu komparativ armaturalar va uni gibrid sistemalar bilan ishlash, barqaror ishlash bo'yicha o'zim ish olib borganman. Meni ishimni ko'rib chiqdingizmi? Meni ishim bilan farq qanaqa deyishingiz? Birinchi savol. Savol berib olsangiz, keyin yana davom etamiz. Assalomu alaykum. Man Shobzak aka, sizni ishlaringizni ham ko'rib chiqdim. Bu dissertatsiya bilan tanishib chiqdim. Sizni dissertatsiyangizni ko'rib, sizdagi ishlarni ham ancha tahlil qildim dissertatsiyangizdan. Shu ko'rib chiqib tahlil qilgandan keyin birinchi ma'lumotlarga ega bo'ldim dissertatsiyangizni ko'rgandan keyin. Sizdan shu qurilish bo'yicha ilmiy ishlarga qo'shib bor ekan ishingizga bog'lar bo'yicha ozgina tadqiqotlar amalga oshirgansiz. Shu ilmiy ishlarimizga ham tayanib, shu o'zimning ishlarimda ham ilmiy ishlardan foydalangan holda demak kichkina tajribalarni olib bordim. Yo'q, bitta men so'rayapman. Bitta men beton bilan komparativ armaturani misol smenatini birgalikda ishlashni o'rganganman.
o'sha gibrid sistemani ham o'rganganman. O'sha xuddi o'sha narsa takrorlanib qolmayaptimi deyapman. Sizda ham yoki qanaqadir boshqa nimalarni berganmisiz? Shu masalada so'radim. Takrorlanib men o'rgangan narsalar o'rganib qolmayapti. Men endi asosan shisha kompozit bo'yicha ishladim. Shisha kompozit tarmoqlari bo'yicha o'sha qo'llashga ishlar stepeniya bo'yicha chiqildi. Ustida bazal kompozit tarmoqlari bo'lgan. Hurmatli bazal deyapti, men bazalni ishlab o'tganman. Agar ko'rgan bo'lsa, shisha bilan ishlaganman. To'liq bir qator ko'rib yana qayta o'rganib ko'rsa yaxshi bo'ladi. Va keyingi savolga o'taman. Bitta keyingi savolimiz 25-26 slaydlarda berayotgan rasmlar, ko'rsatgan nimalar bir-biriga mos kelmayapti. Shuni bir ko'rib qo'ying. Bitta beton bilan armaturani birgalikda ishlashini tekshirdim deyapti. Siz metodikada beryapsiz, tekshirishda boshqacha, ko'rinishda rasmda tizmada beryapsiz, lekin amalda boshqacha narsani qilyapsiz. Ikkovi bir xil ketish kerak agar bo'ladigan bo'lsa. U boshqacha, bu boshqacha turibdi. Keyin siz beryapsiz rasmlarda kompozit armaturalarni ko'rishim bo'yicha yopishtirilgan datchiklar yopishtirilibdi qanaqadir o'rtalariga, to'g'rimi? Bu namunani sinov jarayonlarini qo'yasiz. U datchikni qanday yozib olingan, nimada yozib olingan, bitta datchikda qilingan ish yo'q, ko'rinmayapti. Faqat indikator bilan olyapsiz. Bittagi armaturalarni deformatsiyasini namunada rasmda ko'ryapman, indikator bilan olyapsiz. Lekin bitta datchik yopishtirgan. Buni qachon ishlatasiz yoki datchik foyda bermadimi? Bu masalani ham bir ko'rib qo'yganingiz yaxshi. Keyin siqilishga, darbardoshlik, sizlarni ham ko'rdim deyapsiz. Qanaqa priborda nima qilib ko'rdingiz, uni ham aniq ko'rmayapti, to'g'riroq qilasizda. Ularni ham hisobga olib ko'rmani ham qo'yish kerak. Tushunarli. Shodmonligi tushunarli. Xo'p, yaxshi, men bularni yozib oldim. Kamoldan savollarim ko'p, yozib sizga tashlab qo'yaman. Iloji bo'lsa o'shalarni inobatga olib bir dissertatsiyada, operativda qo'shimchalar kiritib yoki o'shanga javoblar tayyorlab olsangiz yaxshi bo'ladi. Keyinchalik ishlaringizda ham bu foyda beradi bu narsa. Rahmat, tushunarli bo'ladi. Rahmat, savolim keladi. Umumiy fikr muhokama bo'yicha qanday? Umumiy fikr bitta ish bajarilgan, lekin bu bola amaliy qilingan ishlarini to'g'ri ko'rsatolmaydi. Ko'proq kompyuterning hisob ishlari zo'r, yaxshi ishlagan, hisob ishlarini ham metodikani ham to'g'ri tanlab olgan, yaxshi yurgan, qo'llab-quvvatlasa bo'ladi. Rahmat. Kim yana muhokamada so'zga chiquvchilar? Men bir nimani taklif kiritaman. Ilmiy rahbari ustoz Hojiyev domlaning bir fikrlarini tinglasak. Assalomu alaykum, hurmatli kengash a'zolari, rais. Mana bugun biz Mo'min Kamoliddinning mana dissertatsiya bo'yicha mavzusini eshitdik. Umuman olganda bu yerda haqiqatda har bir ishda ham borki, o'zgina kamchilik bo'ladi. Ish qilinmasa kamchilik bo'lmaydi. Mana o'zi ancha sizlarni manada ancha ko'rib, qaysi joyga qaratish kerak, nimalarni ko'rdi. Umuman dissertatsiya nimasini oladigan bo'lsak, Kamoliddin mana haqiqatda mehnat kash bo'ladi. O'sha nimalarni ishlab chiqarishda beton armaturani tanlab, qo'yib, nima qilib, o'zini shu bo'yicha ish bajardi. Va yaxshi yangiliklar ham kiritdi. O'sha mana bu armaturani nima mustahkamligini tushirish orqali nima qilganda, ko'pincha bizni nimamiz po'lat armaturalarga moslashgan. Endi bu alohida shunga epoksidni klebdan alohida mana bu shisha tolali nimaga ishlab chiqdi uzish uchun. Mana buni nimaga ham patentga ham bersa bo'ladi. Yaxshi ish bo'ldi mana. Mana
asosan shisha to'lani mana bog'lanish degan narsa bor. Bog'lanishni qanaqa qilib nima qilib qanchaligini ko'rdi. Başta mana oxirgi 10 diametrli armatura nima tishlashi nima bilan pashten kelyapti. Mana stershli armatura bilan nima qilib yaqilashyapti. Mana shuni qanaqa ishlash bo'yicha ishlar olib bordi. Endi umuman olganda mana shu nimani o'zini ilmiy ish olib borish bo'yicha salohiyati borligini ko'rsatdi. Shuning uchun men sizlardan nima qilardim? Shu o'zim ham tavsiya qilaman, keyingi mana kamchiliklarni to'g'rilab nima qilganda mana shu dissertatsiyani himoya qilishga, ya'ni tinglashga tavsiya etishimni so'radim. Kimda yana so'zga chiquvchilar bormi muhokama? Yetarli. Men fikrlarimni bildirib o'tib ketaman shu yerda. Haqiqatda ish qilish kerak bo'lgan bugungi kunda dolzarb masala ko'tarib chiqilgan. Men bergan o'zi savolim albatta bu davom etishi mumkin bo'lgan ishligi ham ko'rinib turibdi. Bu yerda mana reglament bo'yicha men yozib qo'ydim, 10:22 da boshlashdi, 34 minut davom etdi. Endi taklif sifatida siz ko'proq obzorga to'xtalib qoldingizda, u Shodirni gapi ham bekorga bunday bo'lmadi. Sababi ko'proq shu o'tkazilgan eksperiment bilan natijaga to'xtalsangiz, masalan keyingi nimalarimizda mana Xudo xolasa yetakchi boshqalarda sal yana ham haligi ochib berilgan bo'ladi. Lekin ishda dolzarbligi ko'rinib turibdi. Qachonki ish agar ilmiyligi yuqori bo'lsa, shunda kelgan savollar ko'p bo'ladi. E'tirozlar ko'p bo'ladi. Sababi u ochib bera olganligi uchun tushunganimiz uchun shunday bir nimalar kelib chiqadi. Endi hozir albatta taklif bitta bo'ldi, 4 ta odam muhokamaga chiqqan bo'lsa, dissertatsiyani himoyaga tavsiya etilsin degan taklif eshitdim. Shuning uchun shu seminar a'zolaridan shu masala bo'yicha ovoz berib tasdiqlab qo'yishingizni so'rayman. Domdagilar, qarshilar, betaraflar, demak bir ovozdan tasdiqlaymiz ekan. Rahmat. Endi ilmiy seminar bayonnomasida aks ettirilishi zarur bo'lgan holatlarni ko'rib chiqdik. O'zbekiston OAK talablari bo'yicha ilmiy seminar bayonnomasida dissertatsiya ishini ko'rsatilgan ixtisoslikka mosligi, ilmiy saviyasi, ilmiy va amaliy ahamiyati, olingan natijalarni asoslanganligi, e'lon qilingan ishlarda dissertatsiya natijalari qanchalik to'liq bayon etilganligi, ilmiy natijalarni amaliyotga joriy etilganligi, izlanuvchilarga qo'yilgan talablarni bajarilganligi, dissertatsiya va dissertatsiya avtoritetini belgilangan talablarga mos ravishda rasmiylashtirilganligi xulosada aks etgan bo'lishi kerak. Hurmatli ilmiy seminar a'zolari, sizlarning e'tiboringizga Mo'minov Kamoliddin Komiljonovich tomonidan 05-09-01 qurilish konstruksiyalari bino va inshootlari ixtisosligiga texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun bajarilgan gibrid po'lat kompozit armaturali beton to'sinlarning mustahkamligi, deformatsiyalanuvchanligi va kompozit armaturaning betonga bog'lanishi mavzusidagi dissertatsiya ishi bo'yicha seminar xulosasini loyihasi havola etilgan. Hammada bor. Bunga asos qilib olib, har bir bandni muhokama etsak, agar ruxsat bersalaring, yo'q, asos qilib qabul qilamiz desalaring, unga qarab ish qilaveramiz. Asos qilib qabul. Demak, o'sha haligi berilgan takliflar bilan, boshqalar bilan shuni men ovozga qo'ymoqchiman. Marhamat. Kimza? Domdagilar, e'tirozlar, qarshilar, bu holda xulosa qismini bir ovozdan qabul qilamiz. Men o'qib eshittirmayman, nima qilmayman asos sifatida. Endi ilmiy seminarda qarorni qilib qo'yishimiz kerak. O'sha hozir xulosani ko'rganinglar bo'yicha qarorda o'qib eshittiraman. O'sha Kamoliddin Mo'minovning gibrid po'lat kompozit armaturali beton to'sinlarni mustahkamligi, deformatsiyalanuvchanligi va kompozit armaturani betonga bog'lanish mavzusidagi dissertatsiya
tugallangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, dissertatsiya ishi tarkibi va mazmuni jihatdan 05-09-01 qurilish konstruksiyalar va bino inshootlar ixtisosligiga mos keladi. Dissertatsiya ishi Namangan davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi PhD 03-01-04-2023-T90-02 raqamli ilmiy kengashda himoya qilishga tavsiya etilsin. Rasmiy opponentlar sifatida texnika fanlari doktori dotsent Rahmonov Bahodir Qo'shaqovich 05-09-05. Keyingi rasmiy opponent sifatida PhD Mavlonov Ravshanbek Abdujabborovich 05-09-01lar tavsiya etilsin. Agar boshqa takliflar bo'lsa, marhamat. Yo'q, bu yerda bittasi sovetda a'zosi bo'lishi kerak, bittasi seminar a'zosi bo'lishi kerak, yo'q tashqaridan bo'lishi kerak. Sovet a'zolaridan bir kishi bo'lishi kerak-da. Bitta mancha Rahmonov sovet a'zosi, Ravshanbek sovet a'zosi bo'lamiz. Seminar a'zosi bo'lamiz. Yetakchi tashkilot sifatida Namangan viloyati Bunyodkor 3 mas'uliyati cheklangan jamiyat tavsiya etilsin diyor. Ushbu qarorni burada ovozga qo'yaman. Marhamat. Kim agar rozi bo'lsa, qo'llab-quvvatlab qo'yishingizni so'rayman. Rahmat. E'tirozlar yo'q. Qarshilar yo'q. Demak, bir ovozdan qabul qilib seminarni protokolga kiritsak bo'laveradi. Rahmat. Hammalarga birinchi masalamizni ko'rib bo'ldik. Ikkinchi masalagacha mana 11:34 bo'ldi. Rosa 11:44da boshlasak bo'laveradimi? Rahmat.